Salom do'stlar, sizlar bilan bugun Play Masters kanali. Bugungi videomizda biz qishloq quramiz. Survival yerda taxminan mana shu yerlarda tik joydan qishloq qursak ham bo'ladi. Uchun birinchi kuchga olishimiz kerak. Daraxt chopish bilan birinchi hal qilishimiz kerak. Qani bo'lmasa ozgina daraxt chopib, keyin kuchga olishga yetsak ham bo'ladi. Sizlarga tushuncha qiladigan harakatim uchun albatta like bosib qo'yinglar degandim, to'g'rimi? Meni videolarim ancha ko'p like yig'moqda. Bu hammasi sizlarni deb rahmat obunachilar. Videolarim juda ko'p ko'rilmoqda va obunachilarim ham juda ko'p kelmoqda. Bu uchun sizlarga alohida rahmat. Ana endi videoga qaytamiz va qishloq qurishni davom ettiramiz. Bugungi videoda bitta uy yetadi. Bu video 5 epizoddan iborat bo'ladi. Keyingi videolarda alohida har xil ikroglar chaqirib o'ynashga harakat qilaman. Har qismga har xil ikroglar chaqirib o'ynashga harakat qilaman. Ana endi videoga qaytib o'yinni bir kuchaysa yaxshi bir. Taxminan mana shu yo'llarda qishloq qursam degandim. Bu ikkita blogan nima kerak menga o'zi. Endi ovqat topishga boramiz hozir. Qaranglar, biz uy qurishimiz uchun esa bizga katta qora daraxtdan 2 stak kerak kamida va oddiy daraxtdan kamida 1 stak kerak bo'ladi. Undan oldin esa biz o'zimizga ovqat topib pishirib yeb olishimiz kerak. Hozir cho'chqan go'shtini ham majburligimizdan yeyveramiz, chunki bizning qornimiz juda ham och. Shunga cho'chqan go'shtini ham majburlikdan yeymiz. Mol bo'lsa yaxshiroq bo'lasdi. Chunki olmay qoldim mana ko'rganlaringiz. Mana yaxshi mol bilan cho'chqa bor ekan mana bu yerda. Molni o'ldirayotgandan ishda go'sht tushar ekan. 3 ta tushdi, yaxshi. O'zi 3 ta tushdi. Cho'chqadan bitta tushdi. Hozir ko'raman tushgan inventarni ochib. Yaxshi 3 ta tushibdi. Bizda jami bo'lib 7 ta go'sht bor. 7 ta go'shtdan bemalol qornimizni to'ydira olishimiz mumkin. Shuncha qiladigan harakatimcha albatta like bosib obuna qo'yinglar. Qishloqdagi maxluq videosiga ham like bosib obuna qo'yinglar. Bepul o'z kanaliga ham obuna qo'yinglar. 30 ta esa hacker bilan survival chiqaradi. Endi videoga qaytib kuchayishni boshlasizlar. Qani bo'lmasa kuchayishga ketamiz o'rga. Ana ozgina tosh ham tayyorlab oldik. Tosh tayyorlaganim sababi chunki bizga pechka kerak. Pechka esa biz temir rudasi va ovqatlarni pishirishda foydalanamiz. Bizda hozir 13 ta ko'mir bor, 4 ta temirimiz bor, 6 degan temirimiz va 7 ta go'shtimiz bor. Bular pishsa tezroq ovqatlanardi, chunki juda ham qornim ochib ketgan. O'lay deb qo'yganman, shuning uchun tezroq ovqatlanmasa bo'lmaydi. Bundan daraxt chopib olamiz ovqat pishgancha. Taxminan 2 ta daraxt yetib qolsa kerak qurishgacha, ozginasini qurishga. Mana ovqatlarimiz ham taqib bo'libdi, kech ham bo'lay deb qolibdi. Shuning uchun tezlik bilan uyni qurishimiz kerak. Qanday bo'lmasa uyni qurgan jarayon juda tezlashtirilgan. Shuncha qiladigan harakatimcha like bosib obuna qo'yinglar. Bu videoni ikkinchi qismi va go-kartingni ham ikkinchi qismi 130 bo'lganimizdan keyin chiqadi. Bu uchun sizlar albatta like bosib obuna qo'yishlaringiz kerak. Shu video va qishloqdagi maxluqdan jami 15 ta like kelsa, Mastarnovaga 15 ta raundni chiqarishga va'da beraman. Endi videoga qaytib uyni qursak, mana uyni qurgan jarayon juda tezlashtirilgan. Hozir bir yana ovqat pishibdimi, qarab kelish kerak. Qo'ygan ovqatlarni ham kelish kerak. Va yana ozgina daraxt chopib kelish kerak, chunki daraxtlar yetmay qoladi. Aytganimdek, 1 stakcha oddiy daraxt kerak. Bu daraxtlar bizga derazani joyini to'ldirish uchun kerak bo'ladi. To'g'rirog'i derazani joyini to'g'riroq qilish uchun kerak bo'ladi. Bu daraxtlarni chopgan joyim ham tezlashtirilgan bo'ladi. Ana endi qishloqni qurayotgan joyimga borib, o'sha uyni davom ettiramiz qurishda. Qani bo'lmasa birinchi ovqatlarni olishimiz kerak. Kechda juda maxluqlar ko'p bo'ladi. Chunki kechqurun
Bu Minecraftda hardga yetkazilgan. Shu uchun har xil ovoz eshitiladi. Sizlar albatta shuncha qilayotgan harakatim uchun like bosib obuna qo'yinglar, chunki biz tezroq bir video chiqarsak, bu videoni ikkinchi qismi va go-kartingni ikkinchi qismi chiqadi. Qani go bo'lmasa, mana uyimga kelib oldim. Mana endi uyni polini quramiz. Qani go bo'lmasa, uyni poli qurilgan kadar juda tezlashtirilgan. Shunda sizlar nima bo'lganini ham ko'rolmaysizlar. Nima bo'lganini aytib beraman. Mana uyimda creeper portlab ketdi va uyni polini qurib berdim. Ana shu bor gap. Keyin hozir nima qilayotganimni bilmaysizlar, chunki olayotganim yo'q, to'liq tushuntirganim yo'q mana sizlarga. Bugungi videodan asosiy maqsad ikkita uy qurishida. Video juda katta bo'lib ketgani uchun bitta uy qurishga qaror qildim. Mana bu yerda 3 ta qo'ylarni o'ldira olamiz va qo'ylarni keyin aytib beraman. Mana qo'ylarni ham o'ldirib oldim. Junni ham oldim. Piramida qanday yaxshi. Piramida tezlik bilan boramiz-da. Keyin sizlar hozir yo'llarga aytib beraman. Bugungi videoda asosiy maqsad uy qurish. Hozir shunga shisha olib ketamiz. Mana yo'llarga piramida ham topib oldik. Shuncha qilayotgan harakatim uchun albatta sizlar like bosib obuna qo'yinglar. Mana piramida ham qum tagida qolib ketgan ekan. Agar sizlar mana 150 ta qo'ysangizlar, junglidagi survival chiqadi. Bo'lmasa, xalqaro chiqmaydi junglidagi survival. Hozircha biz 122 ta bildik. Sizlar shuncha qilayotgan harakatim uchun ko'proq obuna bo'lib qo'yinglar. 130 ta bo'lsak, qishloq qurish ikkinchi qismi chiqadi. Sizlar bu uchun nima qilishlaringiz kerak? Albatta obuna bo'lib qo'yishlaringiz kerak. Shu videomdan 15 ta shu video va nima desam bo'ladi, qishloqdagi maxluq videosidan 15 ta like yig'ilsa, jami 15 ta like yig'ilsa, men Starnoy 15 raund chiqaraman va 130 ta bo'lsak, go-karting ikkinchi qism va shu videoning ikkinchi qismini chiqaraman. Sizlar bu uchun albatta like bosib obuna qo'yishlaringiz kerak. Mana tezlashtirilgan kadr ketyapti. Bu yerda biz uyimizni topmoqqa qiynalganmiz. Qumlarni ham ko'pini qozib olganmiz. Sizlar 12 soatlik harakatim uchun albatta like bosib obuna qo'yinglar. Bu videoni olish uchun juda ko'p vaqt ketdi. Chunki u yerlarga bor, bu yerlarga bor, ovqat yig'ish bilan ko'p vaqt ketib qoldi. Sizlar bu uchun albatta like bosib obuna qo'yinglar. Tamom, ozgina qolgan, shu ovozim ham bo'g'iq eshitilmoqda. Agar sizlar yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, like bosib obuna qo'yinglar. Sizlarga ham bo'g'iq eshitilayotgan bo'lsa, kommentga ovoz bo'g'iq yozib qo'yinglar. Ana endi qumlarni pechkalarga qo'yib olamiz. Yaramas creeper. Yarimtaga jon qoladi. Sal qolsa o'lib ketasiz, mana yaramas creeperda. Aytamanki, sizlar bu har dunyo. Bu yerda har qanday maxluq birdaniga kelib qolishi mumkin. Shuncha qiynalayotganim uchun albatta like bosib obuna qo'yinglar. Chunki biz tezroq 150 ta bo'lishimiz kerak. 150 ta bo'lgandan keyin esa hamma bilgandek men junglidagi survivalni chiqaraman. Mana endi bu shisha panellarga aylantirib chiqamiz. Mana bu ergan shishalarni. Mana 16 talik kim biladi, Minecraftda 6 ta ergan 4 ta shishadan 16 ta shisha panel yasasa bo'ladi. Hozir men o'sha eng foydali usuldan foydalanib uyimni bezatishga qaror qildim. Mana bu yerda ovqatlar bor ekan. Shu ovqatlarni olamiz. Ana endi uyni quraman. Qani go bo'lmasa. Mana endi qurib bo'ldi. Yarmidan sal kamroq. Hozir yana ergandir shishalar, o'shalarni olib yana uyga kelib yana shishalarni
qo'yib, uyga o'tiramiz maza qilib, keyin video tugaydi va sizlar yana video chiqarishda davom etiraman. Bu uchun albatta sizlar like bosib, obuna bo'lib qo'yishlaringiz kerak. Agar men 100 topsam, shu videoning ikkinchi qismi chiqadi. Bu uchun sizlar albatta like bosib, obuna bo'lib qo'yishlaringiz kerak. Endi videoga qaytamiz. 32 shisha panelini yasab oldim. Endi uyga borib bularni joylashtirib kelamiz. Qani gov bo'lmasa, mana suvdan sal qiynalib o'tyapman. Mana daryoni ikkinchi chetiga o'tib oldim. Qoldim uyga. Shuncha qilayotgan harakatim uchun albatta like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Mana uyga kelib oldim. Endi shishalar qo'yib chiqamiz. Shishalarni qo'yishdan beri boshlaymiz. Shisha qo'ygan kadrlar, tezlashtirilgan kadr. Shuncha qilayotgan montajlarim va harakatlarim uchun albatta like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Mana uyga shishalarni qurib bo'ldim. Endi tomni qurishga navbatni beramiz. Tomni qurgan kadr ham tezlashtirilgan. Mana tomni qurib bo'ldim. Endi uyga borib shishalarni olib kelamiz. Qani gov bo'lmasa. Mana bazacham kelib oldim. Endi shishalarni olamiz va ularni shisha panellariga o'tkazib chiqib, ozgina daraxt chopishga qaror qildim. Mana daraxt chopgan kadr ham tezlashtirilgan. Shuncha qilayotgan harakatim uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Mana o'zimizga haddan ziyod yetarli shishalarni taxlab oldim. Endi o'mira hamma narsani olib, o'rniga ovqatlarni solib ketamiz. Chunki bizning juda ham qornimiz och va jonim kam. Ovqatni pishishini ana shu yerda kutib turamiz. Qani ovqat pishibdimi, qaraylik qani. Bir 10 sekunddan keyin qaraymiz ovqat pishishiga. Chunki ovqat pishishini juda ko'p kutdim. Mana ovqat ikkita pishibdi, yaxshi. Endi ovqatlarni olamiz. Maza qilib qornim to'ydi. Endi uyga boramiz va shishalarni qo'yib, videoni o'z nihoyasiga yetishiga navbat beramiz. Chunki video ancha cho'zilib ketib qoldi o'ylaganimdan. Sizlar shuncha qilayotgan harakatim uchun albatta like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Agar men 130 topsam, bu video ikkinchi qismi chiqadi. Bu uchun sizlar albatta like bosib, obuna bo'lib qo'yishlaringiz kerak. Mana do'stlar, video yakunlashga tayyorlanamiz. Chunki biz uyni qurib bo'ldik. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringizdek katta uy qurdim ham. Bu qishloqning atigi birinchi uyi. Shuncha qilayotgan harakatim uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu video atigi birinchi qismi edi. Mana shuncha harakat qilib, shuncha uyni qurdim. Sizlar bu uchun albatta like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Mana yomg'ir ham yog'vordi. Video shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Xayr do'stlar, sizlar bilan bugun Playmaster kanali bo'ldi. Keyingi videolargacha ko'rishguncha like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.